Naqd 2 soatda keldim Apkoga. Уже kayfiyatim tushib ketdi. Juda uzoq yo'l ekan. Ko'rimsiz bino turgan ekan yozuvlar, reklamalar boshqacharoq edi dedim. Lekin ko'zlaridan fundamental bir narsalar deyaptilar. Keyin dedim, "Nima qildi?" Shartnomangizni olib keling, men o'qiyman dedi. Darslarim qolib ketsa o'tib berasizmi? Necha martalab bittadan darslarimizni o'tib berdilar. Shohidaxonga, Shoasilga rahmat. Mana so'nggi kunimiz bo'lsa, birinchi kunni esladim. O'zi boshqa sohada ishlayman, umuman boshqa sohadaman. Bu buxgalteriyani o'qimoqchi bo'lganim shunchaki oilaviy byudjetimiz uchun o'qimoqchi bo'lganim. Bir-ikki tadbirkorliklar boshlab ko'rdim. Yurayotgan joyda soliqqa taqaldi va birinchi o'qishim kerak ekan. To'g'ri. Keyin davom ettiraman ekan degan maqsadda boshladim. Uydagilar yana boshladi bu bir nimani deyishdi. Sizni starangizga ishonib, sizni ishonchlarni Instagramdagi reklamalaringizga ishonib, plakatsiyani yoqib yo'lga chiqdim. Mashalloh. Naqd 2 soatda keldim Apkoga. Уже kayfiyatim tushib ketdi. Juda uzoq yo'l ekan. Har bitta svetoforda bo'ldi, orqaga qaytaman deb keldim. Kelsam, har 2 soatda. Kotadan keldim. Kotadan kelaman har kuni ertalab. Mashalloh. Juda yo'l uzoq ekan dedim. Kelsam, bir ko'rimsiz bino turgan ekan yozuvlar, reklamalar boshqacharoq edi dedim. Keyin aynimoqchi bo'lib kirmoqchi ham bo'lmadim. Keyin qizlar bilan telefonda kelishganim uchun mayli kira qolay deb kirsam, muhitni shunday eshikni ochganimda hamma o'qigan, eshikka kirgandek bo'lib qoldim. Notebooklar ko'targan. Srazu Umidaxon kutib oldilar. Shunaqa suhbat o'tkazdilar. Gapirgan gaplarini tushunmayapman. Lekin ko'zlaridan fundamental bir narsalar deyaptilar. Keyin dedim, "Nima qildi?" Shartnomangizni olib keling, men o'qiyman dedi. Keldim, ketdim, biror marta bilingani yo'q. Mana darsinglarga keldim, har bitta yo'l kiramoqladi-de darslar. Biror marta kelgan. Bekor ketganim yo'q. Hamma aytgandek, shu asosiy gapim, bitta menga armon bo'lib qoldi. Siz dars o'tmadingiz bizga. Bir marta bo'lsa ham o'tishingiz kerak edi. Chunki menga ultimatum kelyapti. Chunki siz dars o'tasiz deb ishonib kelgandik, lekin Shunaqa va'da berilgan. Yo'q, va'da berilgan. Xohlagandik va soliqdan kam bo'lib qoldi darsimiz. Bu fikrimga hamma qo'shiladi. Oxirida darslar kamayib qolgan, yakunlanayotganda kun sanashni boshladi. Nechta darsimiz qoldi, nechtada? 3 ta qoldimi, 4 ta qoldi, asabiylashib boshladik. Chunki hali informatsiya oladigan informatsiyamiz sizlardan ko'p ekan.